Selam şayanlar. İfirda Inspektor Samad. Demek, yol yeri qoidalarin ilanine devam etamiz. Bugungi bilgini siz endi ko'rishga hazırmi? Alaysa qarig'ana. Mashina ostida o'pirmali yo'q. U narsani anglatar. Balki bu temir oyoqda suvurishim bo'ldi. Yo'q, bu shundan da shug'aloq kibik toyg'oq, lekin u mashina yurtishlarni kesadi. Bu belgini ko'rdingiz ekan, demak ayolda toyg'oq yo'q. Sog' bo'lirga kerak. Qizil ish pishmoq ichida mashina ham u yo'l bo'ylab bora. Aniq qoida ko'rishga bo'lar. Turoq punktlarda bo'lsa, belgi o'rindan 50-100 metr yiroqlikda qo'yiladi. Boshqa o'rinlarda 150-300 metr. E'tibor! Toyg'oq yo'l belgisi bo'lgan o'rinlarda tezlikni kamaytirga kerak. Soat kechak tormozga bosirga ham tezlikni orttirga yaramaydi. Agarda belgi sora tusda bo'lsa, demak haligi belgi vaqtincha qo'yilgan. Bu o'rinlarda yo'lni tuzuklantirib ishlari bo'lirga mumkin. O'ylanganlarni nig'atib toyg'oq yo'l belgisini ko'rgach, tezlikni orttirga yoki kamaytirga. Aferin, kamaytirga. Qaysi tusda belgi vaqtincha qo'yilganini anglatar. Sariq yoki qizil? Durust, sariq. Yo'l belgilari bilan do'st bo'lsak, Alloh bizga har vaqt yordamga keladi. Xushxo'r.